Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktabi barcha fanlarining fan dasturlarini yanada takomillashtirish ustida ishchi guruh o'z faoliyatini olib bormoqda. Xususan tarbiya fani bo'yicha ishchi guruh shakllantirilgan. O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasi, Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti dasturini takomillashtirish ustida ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunda yana e'tibor berilayotgan narsalardan biri o'sha jamoat joylarida yoshlar o'zlarini qanday tutishlari kerak bo'ladi. Ko'cha-ko'yda yurganda yo'l harakati qoidalariga amal qilish, mana shu ijtimoiy odoblarni o'zlashtirish va bugungi kunda talab etilayotgan mana shu ijtimoiy o'zaro kirishimlilik, butun dunyo miqyosida bo'layotgan voqea hodisalar va turli g'oyaviy, mafkuraviy shunday bir xurujlar paydo bo'lgan vaqtda ularga mana shunday bir mafkuraviy immunitetni shakllantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning uchun ularda mana shu ajdodlarimizdan qolgan boy ilmiy, ma'naviy merosdan unumli foydalanilmoqda.